Hajarul Asvad. U Ibrohim alayhissalom Ka'bani qurayotganlarida Allohning amri bilan jannatdan yerga tushirilgan toshdir. Avvallari u o'z nuri bilan butun Makka shahrini yoritgan. Keyin esa Baytullohni tavof qiluvchilar toshni g'usulsiz, tahoratsiz ushlaganlar uchun nur yo'qolgan. Hozir bu tosh Ka'ba burchagida joylashgan kumush qutining ichiga o'rnatilgan. Bir olim qora tosh tarkibini o'rganib kashfiyot qilmoqchi bo'lgan va tosh tarkibidagi elementlar yerda yo'qligini, tosh bizni sayyoramizdan emasligini ma'lum qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, olim tadqiqotdan so'ng musulmon bo'lgan. Hazrat Umar roziyallohu anhu shunday deganlar: "Men seni oddiy tosh ekanligingni bilaman. Sen foyda ham, zarar ham keltira olmaysan. Agar men payg'ambarimiz qora toshni o'pganlarini o'z ko'zim bilan ko'rmaganimda, buni hech qachon qilmasdim" deganlar. Shunday ekan, Hajarul Aswadni o'pish va unga salom berish sunnatdir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qiyomat kuni Hajarul Aswadga til kiradi va kim uni o'pgan yoki salom bergan bo'lsa, unga guvohlik beradi deganlar.